Assalomu alaykum. Normada katta yoshdagi odamlar bir kunda 5 martadan 8 martagacha peshobga chiqish kerak. Ya'ni peshob qilishga 5-8 marta chiqish kerak. 8 martadan ortiq chiqadigan bo'lsa, bu pallaki-uriya deb yuritiladi. Ya'ni ko'p marta peshobga qatnash deb yuritiladi. Buni endi biz poliuriya degan narsadan farqlashimiz kerak. Ya'ni poliuriya deganimiz peshobning miqdorini ko'p bo'lishi. Bugun bu videoda ana shu pallaki-uriya degan narsa haqida gaplashamiz. Ya'ni peshobga ko'p marta qatnash haqida gaplashib o'tamiz. Agar sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu haqda sharhlarda ma'lum qiling va buni sababi nima bilan bog'liq bo'lib chiqqan, bu narsalar haqida ham ma'lum qilsangiz, bu ko'rib borayotgan kuzatuvchilarimiz uchun foydali bir axborot bo'lib qolardi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Hozir aytib o'tib ketdim. Normada 5 martadan 8 martagacha peshobga chiqish kerak va 8 martadan ortiq chiqiladigan bo'lsa, bu pallaki-uriya deb yuritiladi. Faqatgina buni ahamiyat beradigan bitta joyi bor, bu peshob hajmi. Ya'ni bunda mana misol uchun deylik 8 martadan ko'p chiqdingiz, 10 marta, 15 marta chiqdingizda, lekin peshobning umumiy hajmi, sutkalik peshobning hajmi 3 litrdan oshmagan bo'lishi kerak. Agar 3 litrdan oshadigan bo'lsa, endi bu pallaki-uriya emas, balki poliuriya bo'ladi. Ya'ni peshobning ko'p miqdorda chiqishi bo'ladi. Endi kam bo'lsa-chi, aytaylik 5 martadan kam. Sutka davomida 1 marta, 2 marta yoki 3 marta peshobga chiqasiz. Lekin miqdori o'sha me'yoriy ko'rsatkichlar bilan teng bo'ladigan bo'lsa, deylik masalan 1,5 litrdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, buni norma deyishimiz mumkin. Lekin bitta lekini bor. Masalan 1,5 litr peshobni 2 marta chiqqanini ajratadigan bo'lsangiz, bu degani 750 ml har bitta chiqishda ajratiladi degani, bu endi sidik qopi uchun juda katta zo'riqishga sabab bo'ladi. Sidik qopini o'zini hajmi 1,5 litrda atrofida. 1,5 litrdan ortiq bo'layotgan bo'lsa, bu sidik qop cho'zilib ketadi. Cho'zilib ketgandan keyin nerv bilan ta'minlanishi ham buziladi. Ya'ni innervatsiyasi buziladi. Buning oqibatida boshqa o'sha siyishni ajratish bilan yuzaga keladigan boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Va keyinchalik mana sidik tutilib qolishi bo'lishi mumkin yoki boshqa kasalliklar, yallig'lanishlar bo'lishi mumkin. Sidik qopida sidik qancha uzoq to'planib turadigan bo'lsa, u yerga infeksiya o'tiradi. Infeksiya o'tirgandan keyin yallig'lanishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ajratadigan sidigimning miqdori me'yoriga mos keladi-yu degan fikr bilan qandaydir mana ishxonada yoki o'qish joyida boshqada bo'layotgan bo'lsa, uni to'plab yurish kerak emas. Ya'ni tez ana shu 300-400 ml ketganda borib turib to'kib kelib turish kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim 5 martadan kam bo'ladigan bo'lsa ham, peshobning miqdori yetarli bo'lsa, bu ko'pincha kasallik bilan bog'liq bo'lmaydi. Faqatgina 8 martadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bu kasallik bilan bog'liq bo'ladi. Va yana aytib o'taman, asosiy e'tibor qilayotgan joyimiz endi sidikning hajmi. Sidikning hajmi o'sha 3 litrdan ortiq bo'layotgan bo'lsa, poliuriya bo'ladi. Chunki pallaki-uriya deganimiz, ya'ni peshobga tez qatnash bilan poliuriya deganimizning sabablari bir-biridan farqli bo'lishi mumkin. Sabablari farqli bo'lgandan keyin davolash ham har xil bo'ladi. Endi bu videoda bugun faqatgina shu pallaki-uriya haqida gapirib o'tamiz. Nima sababdan bo'ladi? Eng asosiy sababi bu sidik qopini qitiqlanishi. Umuman mana sidik qopi degan narsamizda sidik hajmi oshgandan keyin, ichida sidik hajmi ko'payib, sidik qopining devori sekin cho'zilishni boshlagandan keyin u yerdagi retseptorlar miyamizga signal yuboradi, sidik qopi to'ldi degan. Sidik qopi to'lyapti degan retseptor yuboriladi, informatsiya, ya'ni axborot yuboriladi. Buning natijasida miya sidik qopini bo'shatish uchun buyruq beradi. Ya'ni sidik qopini ishlashini biz miyamiz bilan bemalol nazorat qila olamiz. Ayrim mushaklar o'pkani, yurakni, ichakni misol uchun biz nazorat qila olmaymiz. Yurakni xohlaganda ishlatib, xohlaganda to'xtatib yoki o'pkani xohlaganda ishlatib, xohlaganda to'xtata olmaymiz. Lekin sidik qopini biz nazorat qila olamiz. Bu shunaqa guruhga kiradi.
Ya'ni to'lgandan keyin sidik qopin cho'zilishni boshladi, devordagi retseptorlar ta'sirlanadi, bu yerdan axborot miyaga ketadi, sidik qopi to'ldi degan. Endi biz borib turib, o'sha hojatxonaga borib turib, bu sidikni to'kib tashlashimiz kerak bo'ladi. Va mana shu jarayonni qitiqlashni kuchaytiradigan qandaydir narsalar bo'ladigan bo'lsa, bu poliakuriyaga sabab bo'ladi. Ya'ni endi bizda sidik qopida sidik to'lmagan holatda ham bu yerdagi retseptorlar ta'sirlanishi bo'ladi. Bularda eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu pastki sidik yo'llarini yallig'lanishlari, xususan sistitlar, ya'ni sidik qopni yallig'lanishi. Yallig'lanish bo'lgandan keyin u yerda to'qimalarda shish yuzaga keladi. Shish yuzaga kelgandan keyin bu yerdagi retseptorlar ta'sirlanishni boshlaydi. Yana bitta tarafi bor. Sistitlarda, ya'ni o'sha sidik qopini yallig'lanishida poliakuriyaning bo'lishi, ya'ni ko'p siyishga chiqish bu organizmda himoya nima deydi, amallaridan biri hisoblanadi. Chunki sidik qopida infeksiyasi bor bo'lgan, yallig'lanish bor, bu yerda suyuqlik bo'lgandan keyin infeksiya ko'payishi mumkin. Shuning uchun ham sidikni tez bo'shatib turishga chaqiriq bo'ladi. Ya'ni sidik qopini bo'sh tutishga harakat qiladi. Bundan maqsad o'sha sidik qopidagi infeksiyani yallig'lanishda kuchayib ketishini oldini olishdan iborat. Shuning uchun ham sistitlarda tez siyishga chiqish bu organizmning himoya reaksiyasi hisoblanadi. Yana sabablardan biri bu prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi deymiz, ya'ni yoshi katta erkaklarda prostatasi kattalashib qolgan bo'ladi. Bu kattalashgan prostata bezi deganimiz sidik qopini shunday tagida turadi. Va bu prostata kattalashgandan keyin sidik qopini o'sha pastki qismidagi retseptorlarni qitiqlaydi. Ya'ni bu yerda doimiy ta'sirlab turadi. Doimiy ta'sirlab turgandan keyin xuddi sidik qopida sidik bordek his bo'ladi va bu odamlar tez siygani borib kelib turadi. Shuning uchun ham yoshi katta odamlarda shu kam-kamdan borib siyib kelish ko'p bo'ladi. Ayniqsa erkaklarda ko'p bo'ladi. Bu aynan prostata bilan bog'liq. Endi bunaqa paytda, ya'ni prostata bilan bog'liq bo'lgan holatda ko'pincha kechasida borish bo'ladi. Bu endi nerv tizimi bilan bog'liq. Nerv tizimi deganimiz endi ko'pchilik bitta nerv tushunishi mumkin. Bu yerda ham turli xil sistemalar bo'ladi. O'shalarga bog'liq holatda, ya'ni bitta sistema dam olib turgan paytda boshqa sistema ustunroq bo'ladi. Shuni hisobiga ularda kechasi boriladi. Ya'ni buni endi simpatik tizim, parasimpatik tizim bu deydigan bo'lsa juda chalkashlik bo'lib ketadi. Umuman nerv tizimi bilan bog'liq holatda kechasida chaqiriq ko'proq bo'ladi. Bu prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi bo'lgan odamlarda. Prostata bezini shamollashlari, prostatitlar. Bu prostatit bo'layotgan bo'lsa ham prostata shishadi, shishgandan keyin sidik qopini ta'sirlaydi. Bu ham xuddi shunaqa holatni beradi. Yoki prostata bezining o'smalari, prostata bezining o'smasi bo'layotgan bo'lsa ham, bular ham sidik qopini ta'sirlaydi. Ta'sirlagandan keyin tez siyishga bo'lgan chaqiriq bo'laveradi. Ya'ni tez borib kam-kamdan siyib kelaveradi. Bu endi prostata bilan bog'liq sabablar. Ayollarda homiladorlik paytida bo'lishi mumkin. Homila kattalashgandan keyin bachadon kattalashadi. Bachadon kattalashgandan keyin sidik qopini ezadi. Ezgandan keyin retseptorlar ta'sirlanadi. Bunda ham shunaqa tez peshobga chaqiriqlar bo'lib turadi. Yoki bachadonning miomalari deylik, bachadonni oldi devorda joylashgan kattaroq mioma bo'ladigan bo'lsa, bu mioma sidik qopini ezadi. Sidik qopini ezgandan keyin bu yerda ta'sirlanish bo'ladi. Yana o'sha xuddi shu narsa bo'ladi. Yoki bachadonni tushib qolishi, bachadon pastlab qoladigan bo'lsa ham, bu o'sha tos sohasini pastki kichikroq qismlarga kirib qoladigan bo'lsa, bu holatda ham o'sha sidik qopini pastidagi retseptorlar ta'sirlanishi oqibatida tez siyishga chaqiriqlar bo'ladi. Boradi, kam-kamdan siyib kelaveradi. Bundan tashqari nerv kasalliklari, bel sohasining nervi yoki neuropatiya bilan boradigan, masalan, qandli diabetlar, bularda ham sidik qopini retseptorlari buziladi. Ya'ni o'sha nerv sezuvchanligi buziladi. Buni oqibatida ham poliakuriya bo'ladi, ya'ni tez siyishga chaqiriq bo'lishi mumkin. Asosiy sabablari shulardan iborat. Stressda ham bo'ladi. Stressda endi ko'proq kichkina bolalarda bo'ladi. Kichkina bola o'sha bir narsadan qo'rqadigan bo'lsa yoki oilada qanday notinchlik, doimiy stress bo'ladigan bo'lsa, bunda ham tez siyishga chaqiriq bo'ladi. Bu ham nerv bilan bog'liq. Ya'ni sidik qopini boshqara olmay qoladi va ozgina sidik bo'layotgan bo'lsa ham to'kilib ketaveradi, ya'ni chiqib ketaveradi. Buni poliakuriya deganda asosiy sababi shulardan iborat. Buni biz poliuriyadan farqlashimiz kerak. Farqlashda
Oson juda yo'li. Bu sutkalik peshobni yig'ish. Ya'ni sutka davomida necha marta peshobga boryapsiz, har safar borganda qanchadan ajratyapsiz va umumiy miqdori qancha bo'ladi. Shuni yig'iladigan bo'lsa, bunda peshobning umumiy miqdori o'sha 3 litrdan ortiqmi, ortiq emasmi bilinadi va necha marta boryapsiz. Ba'zi odamlar bo'ladi, doktor juda ko'p siyishga qatnayman deydi. Astoydil o'tirib so'rasangiz, masalan, juda ko'p deganingiz necha marta aniq menga bitta raqamni ayting desiz, masalan, deylik bir sutkaga 5-6 marta yoki 7 marta deydi. O'sha 7 marta yoki 8 marta ham shu odam uchun juda ko'p tuyulishi mumkin. Shuning uchun ham sutkalik sedikda yig'iladigan bo'lsa, bu necha marta boradi, qancha siyadi, bu savollarga hammasiga aniq javob berish mumkin. Endi sababini aniqlash uchun qator tekshiruvlar o'tkaziladi. Bu albatta urolog ko'rigidan boshlanadi. Urolog ko'radi, mana sutkalik peshobda aniqlanadi. Peshobning umumiy tahlili hamda necha parenka tahlili deymiz, bularni qilinadi. Ya'ni sidik yo'llarida o'sha qo'riqda yallig'lanish bormi yo'qmi, buni aniqlash kerak. Zarur bo'lsa nevropatolog ko'rigi, nerv bilan bog'laydigan bo'lsak, ginekolog ko'rigi, agar homila bilan, mioma bilan, boshqa bilan bog'laydigan bo'lsak, prostata bilan bog'laydigan bo'lsak, endi buni urologning o'zi hal qiladi. Buning uchun UZI tekshiruv qilishimiz mumkin prostatani. Zarur bo'ladigan bo'lsa PSA deymiz, ya'ni prostatadagi o'smalar bormi yo'qmi buni aniqlash. Zarur bo'lsa biopsiya qilib ko'rishimiz mumkin prostatani. Prostatani so'ki deymiz, ya'ni massaj qilib so'kini olib tekshirib ko'ramiz. Bu yallig'lanishni aniqlashga bu narsalarni qilib ko'rishimiz mumkin. Umuman o'sha mumkin bo'lgan sabablarni hammasini qilib ko'rganimizdan keyin agar o'sha pollakuriya bo'ladigan bo'lsa, 8 martadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, endi bu tekshiruvlar qilamiz. Qilgandan keyin nima javob chiqadigan bo'lsa, ya'ni bunga nima sabab bo'lyapti deb baholaydigan bo'lsak, shunga qarab turib davolanamiz. Ya'ni stress bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, tinchlantiriladi, boshqa qilinadi. Nerv bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, o'sha nervning qisilishi bormi, yallig'lanishi bormi, bunga qarab, sistit bo'lsa, unga qarab, prostataning giperplaziyasi, ya'ni kattalashgan adenoma deyiladi oldin. Bu narsa bo'layotgan bo'lsa, uni operatsiya qilish kerakmi yoki dori-darmon bilan davolash kerakmi? Buni hal qilish kerak. O'sma bo'lsa, uni umuman vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda faqatgina homiladorlikda homilani tug'ilishini kutamiz, qolgan paytda vaziyatdan kelib chiqib davolanadi. Ya'ni nima kasallik bunga sabab bo'ladigan bo'lsa, tegishli mutaxassisi o'sha kasallikka qarshi davolab beradi. Shundan keyin bu narsadan qutulib ketish mumkin. Bu mavzu bo'yicha asosiy aytadigan gaplar shular deb bo'ladi. Sizda qanaqa savollar bo'layotgan bo'lsa, odatdagidek sharhlarda qoldirsangiz bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.